Iye, qani sevishganlar? Biz sevishgan emasmiz. Yo'q-e. Hozircha. Ay yo'q-e. Keyinchalik ham. Yo'q-e. Bo'ldi qilgan. Bu qishani endi qachon o'g'irlaysizlar? Men senga отчет bermayman. Hali ko'ramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kirsam bo'ladimi? Keling xizmat. Men yangi o'quvchiman. Hasiljon va Mahliyo. Ha, o'sha yangi talabasiz siz, a? Marhamat, tanib bilan oldiga o'tirishingiz mumkin. Aha, xo'p, rahmat. Rahmatjon. Mahliyo, Nabi deb chaqirishadi. Darsdan keyin tanishasizlar. Qizlar bilan qo'l berib tanishadigan bo'lib qoldingizmi? Rashk qilasanmi? Bizlar do'stmiz-a? Do'stlikda rashk bo'lmaydi. Naborot bir-biriga baxt tilaydi. Bu ham do'stona rashk deyiladi, между прочим. Jamoa yig'moqchiman degan. Ha. Bularni hammasini tez-tez bilan yo'qotib olmoqchiman. Bu ish sen o'ylaganchalik oson emas. Bilaman. Qiyin. Lekin imkonsiz degani emas-ku. O'shanga yordamingiz kerak. Sen nima deysan? Oldin ham aytganman, hozir ham aytaman. Meni bu ishlarga aralashtirmanglar. Bu yerga sizni hurmatingiz deb keldim. Boshqa gaping yo'qmi? Yo'q. Sizlarga ham maslahatim shu. Bu ishni yig'ishtiringlar. Saman to'g'ri aytyapsiz. Bu ish oxiri yaxshilik bilan tugatamiz. Meni ishim bitdi. Vaqtda to'xtashni bilish kerak. Az xatda o'tiramiz. Befarosat. Ismingiz chiroyli ekan. Meni ismim Rustam. Hamma tanishganimdan xursandman. Beg'ubor xushbo'y atirgul. Manda gaping bormi? To'g'risini aytsam, sizga anchadan burun bir gap aytaman deyman. Hech ayta olmayman-da. Nima gap? O'zi bolla qayoqda? Ahmad, keyin boshqalar. Bolalar bir ish bilan ketgan. Nima gap o'zi? Tez-tez gapir, ichimni qizdirmasdan. Bilasizmi? Sizni sochlaringiz, ko'zlaringiz, gavdangiz, mo'ylovlaringiz menga shunaqa yoqadi. Shuni aytmoqchi edim. Rahmat. Qancha? Sanam yo'qolsa menga. Unda nima qilamiz?
Nimani? Obbo. Sevishamizmi? Men hozir 5 daqiqada kelaman. Qatga? Hozir kelaman. Xo'p, faqat tezroq keling. Sog'inib qolaman. Rahmatjon sanmi? Chiqaver bilib oldim. Rahmatjon boshqa joydan topasan. Yetadi.